Assalomu alaykum. Hozirda biz Buxoro viloyat Jondor tuman Nambuni Mefiy hududida Xalq banki Jondor BTM tomonidan bir kontur bir mahsul dasturi doirasida 7 gektar yer maydonida qovun yetishtirmoqda. Ushbu yer maydoni Buxoro Jondor Faiz MCJga tegishli bo'lib, kontur raqami 6474 bo'lib, unda 7 gektar yer maydonida 10 ta dehqon xo'jaligiga yer ajratib berilgan bo'lib, ushbu dehqon xo'jaliklar qovun yetishtirish bilan shug'ullanmoqda. Har bitta dehqon xo'jalikda 70 sotixdan yer maydoni ajratilgan. Ushbu yerni qovun yetishtirish jarayonida agrotexnik ishlar amalga oshirilgan bo'lib, unga har bitta dehqon xo'jaligiga agronom biriktirilgan. Ushbu agronom qovunning agrotexnik ishlari uchun javob beradi hamda o'simlikning o'sishi va rivojlanishi uchun